بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله كتاب أحكام الميت ميت يكيم الميت شكي احتمال الله yani öyle bir adamge münasebetlik ahkamlar. Meyit degende meytun yoki meyyitun deb chiqilsa o'xshashlig'i kerak. Lekin ba'zida o meytun yani o'lib bo'lgan, meyyit degan bundaki o'ldirgandek bunda ayirib baqqanlar bor. Imom Navoiy bit-taxfif va tashdid sabab chiqilsa o'xshash. Muzakkar muannasga o'xshash. Yani meyyit ya meyt, muzakkar bo'lsin, muannas bo'lsin o'xshash. Namazga kelganmi? Meyitga bunday qo'yib ko'pincha ya bu jinoyat namozi bo'lganlikdan namoz shu mayitga munosabatli bo'lganlikdan shuni hamda shu qatorda yub tarab yerlikda qo'yish namoz o'qish shuni shu qatorda bayon qiladi. Asli bu kitob Salal janoiz deydi. Mana chetishlar. Lekin shu qatorda hamda bilish zarur bo'lgan ba'zi masalalarni o'tirib qo'yadi. Wal kalamu fi hadha al-kitab wa hiya huququl amwat al-ahya. Bu bölümde biz bayan qilganimiz ölgen kishilarningki tirik kishilarning ustidagi haq-huquqlari. Usti to'xtalib o'tirmaydi. Yani ölgen kishi degan qandaydir ölgen kishilar emas. Yani o'lim degan nima? O'lim deganning ta'rifi hozir qadarmi doktorlar ichidimi talash tartib. Bir yer to'xtalib bo'lmadi. Imom Navoiy mufaraqatur ruhul jasad deb bir jumla so'zidan ruhning badandan ayrilishi. Bu anda to'liq ta'rif. Lekin hamda qachonda shu ruhning badandan ayrildi deb hukm qilmaymiz deganda u boshqa masala. Hozir masalan doktorlar bularni yurak to'xtaganlikni, nafas to'xtaganlikni, ya menga ishdan to'xtaganlikni ba'zi bir nimani alomat qilib o'ldi deb hukm qiladi. Bir qancha narsalarni asosan. Lekin hozir doktorlarning ichida sen mendagi shu jasad dimog'da ekan-ku, mendagi bir shu ana nervaken şu kadınsı ölse, şu öldü de qaralgan taqdir bu adam ölgen bulamdı, bulmamdı. Tabi bunun çalıştırısı var. Doktorlar uyuşmasından Azer'nin fatosından çıkışıp ketken. Dünyadaki 80-90% doktorlar ay manadaki şu cezid dema öldü de hüküm kılıngan çağda adam öldü de hüküm kılınmaz deb turuldu. Lekin Azer'nin bazı alimleri ya icma qilib qalsa ma'qul bo'lmasa öldü de hüküm kılmaymiz. Onu öldü hüküm kılmagan iken qanday bo'ladi? Uni yerlikda qo'ymaymiz. Miros, bagazajik ishlari kechiktirildi. Hatto doktorning unda hukm qilishimi a'zolarini boshqalarga berib etgan. Va o'lsamni damni palani biranglar ya muhtojlik biranglar, bo'rikni boshqalar biranglar deb bunda vasiyat qilgan bo'lib qolsa, uning o vasiyatini ijro qilmay turadi. Çünkü bu ölmedi degan. Hatta öldü de hüküm kılıp yerlikde koyup ya cenaze muddeti ko'tarib ketib qolgan ahvolda yoki yerlikda qo'yib qo'yganini go'rdan chiqqanimi bor. Çünkü o'shadan ketib, yurib to'xtab ketgan unda ahvolda chiqishganiki o'sha qilgan ahvol bor. O'lash hamda mufaraqat ruhul jasad. Lekin hadisdan unda ta'rif qildi al-mautna hadimul lazzat. Hadisga Rasulullohning bergan tarifi hadimul lazzat. Çünkü ölgenlik yanında bütün dünyadaki amma hayatı ahirleşip ikinci bir hayatta kadem koyduğun gibi. İslam karşıda ölüm bu hayatın ahir noktası emas. Belki başka Budistlerde, başka bunda ya dinsizler, ateistler mesela. Bunun şu öleşiden buldu. Tüyeydi o. Bunun dahilinin sonra niye illa hayatına dünya nematu ve nahya. Belki İslam'da bu bir basbıç. Yani bir hayatta kadem koyuş aralıkdaki bir basbıç. Yanqasimu ila 6 cümle. Bu bölüm 6 babga ayrıldı. Birincisi fima yustahabbu an yuf'ala bihi 'inda al-ihtidar. Sakarat chiqib jan talishvatgan bunda ahvolda qanday qilish kerak shu mayitga. Yani bu dunyodan shu bir bosqichni salomat tugutib, ikkinchi bosqichga eng yaxshi shaklda uzatib qo'yish uchun qanday qilish kerak? Va ba'dahu unda o'lib ketgandan keyin chu al-thaniya fi ghaslihi. Ikkinchi bab uni yuvib tarab deganday. Al-thalitha fi takfinihi. Kepelleş. Dördüncüsü fi hamlihi ve ittibai. Kötrab muzdan arkadan ergiş mınaş. El-khamise fi salah aleyhi. Beşincisi onun namazını çürüş. Es-sadise fi defnihi. Yerlikde koyaş. Onun başka işleri var mesela. Qayrizlerine ötep koyaş, vasiyetini icra kılış, mirasını taksim kılış. Dediğince ne olur ki o başka muamelat bekrek çetişti koyan iken bu yerden yerlikde koyaşı da akıllaştırır. الباب الأول فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار. Yani sekarat çıkıp kalan çağda qanday qilish kerak? Mesela bir insonning badaniga bir ruh kirganini tartib, onaning qo'zg'iligi vaqtida
kirdi desek 40 günde ya neç günde öyle mesela 120 günde de. Şigenning tadı bu 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl, 60 yıl muş bedem bilan birga tugan ekan bu. İntayin çiң bekitilib ketgan narsa. Bunun sug'urilib chiqishi mo endi ta'sir oldu. Odatda biz bir narsa o'rlashtirib qo'ygan yoki qilib qo'yamasa uzun zaman turib ketsa uni qo'mrab o'lishmi ta'sir olgandek, shu insonning ruhini tatib olgan chaqda qattiq qiynalgan. Ta'sir oldu. Sakratlik vaqti shu. Yani bu çağda biz nima ish qilsak eng yaxshi ishlardan qaysi yustahabbu an yulaqqana al-mayyit 'inda al-mawt shahadata la ilaha illallah. O'lash oldida o'lmoqchi bo'lgan kishi, o'sha mayyit mishada o'lmoqchi bo'lgan kishi desek bo'ldi. Al-mayyit dedigan muhtadir demadi. Bu bi'atibari masalikun. La ilaha illallahni unda biz o'zimiz deb da aslib qo'yamiz. Xudo og'zini seppagan degan. La ilaha illallah degan tariqada degan demaymiz, chunki degan desak sen o'lgili qopding. Ma deganimda diplomada kelsan yaxshi degandek u odamga bir xil nim bo'ldi. Lekin qish turib la ilaha illalloh bir ikki qatamda pat bunda deb qo'ygan. Ki yana tugab ketmay davomlashsa yana birdan ikkinda la ilaha illalloh deb qo'ysak odamning isi kirdi la ilaha deyish. Chunki qattiq ahvolda bo'lganda la ilaha deyishni unutib qolishi mumkin o'zining ahvolini. La ilaha degan ekan qancha isi kirib desa dunyodagi eng oxirgisi la ilaha illalloh bilan ketgan bo'ldi. Bu diyaş mümkün diyemez ki mümkün. Lekin kıştığı adam, elbette onda çağda eş çoğunrak, yüzünü toktatkan, ehli ilim boğan, ehli salah bunda kişiler kışkı çirip durgan. Doğan iken vazifesi olsa kılıp olurdu, muhim gepli olsa tapılıp koydu. Ondan adam la ilahe illallah dep doğan iken meyit mi bundan anlaplam tekrar edip değişim mümkün. Her taraftan. Yani bir şey meyit dep koyuyorsun ama yulakkanın meyit. Yak el-meytu. Bu belki etibar meselkun etibarılan işletken boş mümkün. Yak el-meyt diyen ölüp boğuna meyyit digine bundaki öldüğünü diyen tarihi işletken boş mümkün. Leyse men mâte festaraha bi meytin innemel meyyitun meyyitul ahyâidi. Ölge adam meyit emez. Meyit diyen şu tirik durup ölüp boğadın meyit deyimiz. Yani ölek okşaş yaşaydığı adam ne demek? Ya bu ulabında resmi go kümbek adamlar bu ulay demaymiz. Ulay degan o'sha tirik turib, ashe chiqqanda g'alaqa kakemmagan, dunyoda chiqqanda bir ish qilinmagan mushna odam ulay deymiz. Himmatsiz, endi bekarak odamni ulay deymiz demak. Shunda birinchisi meyitin dedimi, ikkinchisi meyitin dedi. Birincisi meyitin dedi. Hamda şehadet la ilahe illallah nima talqin qilamiz. Qavlihi sallallohu alayhi vasallam laqinu mawtakum shahadata la ilaha illallah. Nima hadisda o'likleringlarga la ilaha illallah deb shahodat etishni og'ziga seppiringlar yoki endi aslib qo'yinglar demak. Demak bundan bu shunda talqin qilishni ya vojiblik ya mandublik qilish ama buyruq al-amr. Endi buni Imom Muslim rivoyat qilgan sayyidis. Lekin mavtakum degan so'z bor. Mavtakum degan so'z be'tibar ma saykun aslında al-muhtadir. Maqsad mu man hadara al-maut mu yoki ras mavtamu. Bu ehtimollar. Shafiy mazhabda o'lib bo'lgan odamga kimga qadar la ilaha illalloh deb turish kerak deydi. Chunki desam uni mavtad o'lakka asl qiladi. Talqin degan shu asl qo'ygan degan bo'ldi shu. Talqindan osim deylik. Talqin degan asl qo'ygan degan. Endi bu o'lak faqat esini olmaydi, tuymaydigan gap yo'q. Birisiga eg'izlik deb turib, og'zini sapirib muqomini taqimlar. Ha tamam. Endi o'ylagim anglaydi ki, anglasa meleklar, farishtalar qabrida hisob kitob shunda nimani aytib bilan man robbuk, man nabiyuk degan la ilaha illalloh deb esi kirishi mumkin. Chunki endi mayit qadar talqin degan bakrak aqliq deb turadi. Muhtadir qarang. Bu hamda buni ta'vil qilishdiki, to'g'ri. Xuddi masalan iqra'u ala mawtakum yasin. Bana hamda mavtakum deganda ularning o'ziga o'qing degan bo'lamdi. Ya'ni qaristonlik chiqib o'lib bo'lgandan beshida yasinni bir mubin ya yetti mubinni o'qitamdi yoki bo'shin muhtadir degan gapmi? Ba'zilar muhtadir deb nima qiladi? Bilmak. Ustidagi kishilarga. Lekin amaliyotda bu al-haqiqa avla min al-majazma. Mavta deganda haqiqa mavta. Mavtakum degan lafz mavtada haqiqat o'lgadim. Lekin alimida majaz. Yani o'lash oldidagi kishilar deganda, tirik kishilar deganda majaz. Yani be'tibar masayikun. Ehtimolliklar bormi? Shunda bu o'likka buni talqin qilishni Shafiy mazhabda bu mustahabish. Hozir Qur'on o'qish deganga. Bu sunnat deb qaraydi.
وقوله من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. آخر sözü la ilahe illallah bo'lgan kishi jannatga kirib ketadi degan. Demak, bu yerda talqin qilishdan o'z chiqdi. Vaqtalafu fi istihbab tawjihi ila al-qibla. Hamda qiblaga yuzlantirib qo'yish mustahabmi, mustahab emasmi deganda ixtiloflash. Fara'a dalika qawmun, yani Shafi'i va Hanabila va lam yarahu akharun boshqa. وروي عن مالك أنه قال في التوجيه ما هو من الأمر القديم. قبل يزلندرش قندا يزلندرش ديمس. Onu da tutuşmu ya ki on tarafıga yeni tutuşmu. Bunda alimler kılmıktı. Bazı onu da tutuşmuyor. Kıl tarafıga putna kılıyor. Bu yüzden bunu kıl tarafıga olan. Bazı on tarafıga xudda biz uxlagan çağda Resulullah'ın sünnet yetiş usulü on tarafıga ne oluşuyor o? On tarafını besip yetiş. Şunun on tarafıga kıblege bunda yüzüne kılıp bunda koyulmuyor. Demek yani kıblege yüzlendiriş meselesi. Onda yatqızamsa, yanıtı yatqızamsa kıblege yüzlendirişini, yani yüzünü kıblege kılışını İmam Malik bu kadimden baş emas depti. Yani kadimden baş emas yani bu İmam Malik amel ahl Medine hüccetip qaraytamaz mı? O Medine'de bunun tasbih yoktu bu iş. Kim peyda olgan demek. Yani hadismi kemmigen ya ki onun da bir emel kılınıp kemmigen kim peyda olup qalgan eş demek. Ve ruya an Said ibn Musayyib أنه أنكر ذلك ولم يروى ذلك عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولم يربموا يربموا. Eğer yervi desek Said ibn Musayyib buludu. ولم يروى desek bu yangi buldu. Yani Said ibn Musayyib onu sahabat tabi'ine rivayet kılmagan demekçi mi ya ki bunda kılıç sahabat tabi'ine rivayet kılmagan demekçi mi? İhtimallah. Yani şu ölü adamını kıblege yüzlendirip koyuşunun müstehapliki ya ki şuna buyruk bağlıqı sahabe tabi'lerinin kemmigen. Feyda kudiyel meyyito yani ölse, can üzse demekçi. Can üzgenden keyin gözünü yumup koymayız deydi. Gözü oşuk ketidi onu yumup koymayız demekçi. Çünkü oçuk tutsam da görünüş korkunçluq, egenim boldu gözünü yumup koymayız. Ve yustahabbu ta'cilu defnihi li vurudil athari bizalik. Hadisler kelgendiken sizlere kümüz mustahab boludu deydi. Elbette gözünü yumup koyuşdan unulan billah iniken tanıdığı var. Nimiçi inikin tanıdığı inik küçük gidiyordu. Ama inikini kaççıda bir adamla bir şeylerin daha inikin tanıp yani daha yürek koyuyor. Bu bizim ya sen yapıp küçük gidiyor. Boşap ketkendiğinden küçük gidiyordu. Sonra onda sangılap başkaça görünüp kalması için insanın izzeti yani da tanıp sorarlar. Ne yapalım? Hatta futbollarını onda futbolun beylan işte Rus yatkızıp koyan bulmuşsa futbol ketip kalsa Ruslu olamayacağım buluşum. Bundan da şu sınıf bakan çoğunla bilelim bunu kaydedelim. İllel gariq tağlam suda gariqlıq ketib ölgen adam. Fe innehu istahabbu fil mezheb yani qaysi mezheb? Maliki mezhebde ta'khiru defnihi makhafat an yakuna al-ma qad ghamarahu falam tatabayyan hayatuhu. Yani o suda da çökep ketib ölgendeki onun qo'sqilib suv ketib ondan o'shidan ketgan. Bunda ahvol qalsa qo'sqilib suvni chiqarsa balki qatchida qaytadan ağla kelishi mümkün. Lekin ölmegen andayında bir o'shidan ketib qolgan bo'lishi mümkün dedi. Shunga o'xshashimda onda ahvoldagi o'shidan ketib qolgan haqiqiy o'lganligi aniq bo'lmagan deydi. Ya mashina uratda buni bir bilan tekshirib bo'lmasa, darhol yurib to'xtab qolgan, o'shidan ketib qolmasa bir muddatdan keyin asli qildiqashli bor. قال القاضي يعني ابن رشد وإذا قيل هذا في الغريب فهو أولى في كثير من المرضى. غريب لو كان adam da dediğim bolsa başka nurgun kesellerde tekama bunda kechiktirish loyiq deydi. Yani ibn Rushd bu dağınık tibib emasmi? Tibobat yazgan kitobları Yevropada necha asr o'qitilgan. Lekin bu gap qilib qo'yaptim. Masalazin yusibuhum intibaqul uruq. Intibaqul uruq degan balkamda shaxtumlarga chaplashib qilib yo qon yurishmay qilib yurib to'xtab qolgandek adam bo'lishi mumkin. Va g'ayru zalik mimma huwa ma'rufun 'inda al-atibba. Doktorlar bildigan bunda ahvollarda uni saqlab baqsaq bo'ladi. Hatta laqad qala al-atibba, hatta ba'zi doktorlar dediki, innal maskutina la yanbaghi an yudfanu illa ba'da thalas. Maskutin yani ma arabchada usiba bis-sakt al-qalbiyya deymiz-ku. Shtum yurak kesilib ketgan odamlar. Yurakka shtum to'xtab qoladi. Ma'lum bir narsa ta'sir qilgan qilmasqa. Ya ruhiy bir tushkunlikka uchragan bunda bir ahvolda ya bir qattiq achchiqlanib ketgan ahvolda yurak to'xtab qoldi ahvol. Yurak to'xtab qolib ham guppizi qilsa, problem qimmatmay, shu kunga qadar saqlab boqamiz. Yani şu hozir yurak to'xtab ketgan doktor qanday qilish kitoblarga to'knay qilib ham
meclisga qo'zg'atib qo'ydi. Ashularni maskutin degan. Shunday kishilar demakchi. Ya'ni sekta bilan yurib to'xtab qilib, endi jim bo'lib qolgan odamlar demakchi. Al-bab ath-thani fi ghasl al-mayyit wa yata'allaq bi hadha al-bab fusulun arba'a minha fi hukm al-ghasl. Yani mayitni yuvishning hukmi nima? Va minha fi man yajib ghasluhu min al-mawta. Qanda o'laklarni yuvimiz, qasini yuvmaymiz. Va man yajuza yughassal. Qanda odamlar yuvsi bo'ladi, yuvuvchi. Qanda odamlar demakchi. Va ma hukmul ghasil? Yuvuvchining hukmi qanday bo'ladi? Ya'ni bu masalan yuvinish kerakmi, ta'til etish kerakmi degandek. Yuvgan odam. Va minha fi sifatul ghasl. Ya'ni qanda yuvishning tartibi, tafsilotlari. Al-fasl huwa fi hukmul ghasl. Endi bu mayitni yuvishninki hukmi nima? فأما حكم الغسل فإنه قيل فيه إنه فرض على الكفاية وقيل سنة على الكفاية. فرض كفاية دبتو سنة على الكفاية دي دبتو والقولان كلاهما في المذهب. İşkili ise Maliki mezhepte baqaraş deydi. Hem de başka mezhebinin karşı başka mezhebinin karşısını bayan kıldı mı kıldı mı? Kılmadı. Ne için? Çünkü bu karşıdan çıkartmaydı başkanın karşı. Maliki karşı varken başka mezhep asasen farz al kifaya diyende ittifak. Demek ki onda ikisini biz tanıyoruz. Mağlam cumhurun istilah boyunca mağlam diyoruz ikisini. Vel kavlan kilama fil mezhep. Demek işkili karış mezhepte ba. Lekin cumhurun karşı nima başka mezhep çıkılına ve Maliki mezhebinin asas karşı fardal kifaya. Ve sebep fi zalika ennehu nuqila bil amal la bil qawl. Nima uchun ise va sunnal kifaya degan qarashning dalil dedi bu onda. Çünkü bu mayitni yuvish amal bilan naql qilingan so'z bilan emas deb turibdi. Vel amal leysa lahu sigatun. Amal degandan sharkatninki bunda qilmada buna sig'isi bormi yo'q. Bu sig'isi yo'q, uning bunda bir sharkati bor. Undan shu vojiblikni tushungili bo'lmaydi, ya vojib emaslikni. Va qad ihtajja Abdul Wahhab liwujubihi biqawlihi sallallohu alayhi vasallam fi ibnatihi igsilnaha 3 aw 5. Abdul Wahhab, Qadi Abdul Wahhab demek Maliki mezhebining cho'ng olimlaridan birisi. Qadi Abdul Wahhab bu Maliki mezhebdagi o'sha Imom Quduriy bilan zamondosh. Imom Quduriy bilan tan yashagan, Bag'dodda yashagan, uchrashib yashagan olim. Maliki mezhebining olimlari. Chunki Bag'dod Malikining batini. Hem buning fiqh muqaranda al-Ma'una ala mazhab alim al-Madina deb kitib bor. 4 mujallad, 5 mujallad bab bu kitib. Şunu bu xilafiyatda bu adamın ismini nusban ekildi. İgsilnaha 3 aw 5 degan Rasulullah'ın Zeynep degan qizi vafot bo'lgan chaqda shu yuvmoqchi bo'lgan ayollarga shunda deb buyurgan. Azra kafir qatutanglar oxirida bu damda. Shunda o'sha buyruq keldi mana igsilnaha deb buyruq qo'ymish. Ondan va biqawlihi fil muhram igsiluh dedi. Ajda tugisi tashlab o'tib bo'yin sunib o'lgan bog'o haji. Şunu qilgan chaqda igsilu ondan ash ihramlik bilan unda kumanglar fa innahu yub'as yawmal qiyamati mulabbiyan degan rasul. Igsilu dedi. Igsiluhu bima wa sabr wa kaffinuhu fi sawfihi. Ihramlik ash kiyinlar kabarlik qilib qo'yinglar demoqchi. Igsilu deganmish buyruq mana Qadi Abdul Wahhab bu qavlmi kelgan buningda debdi. Famara anna hadha al-qawl kharaja makhraja ta'lim li sifat al-ghusl la makhraj al-amr bihi lam yaqul bi wujubihi. Ba'zilar yani shu Imom Malikning mazhabiga bir qarashni demoqchi. Sunnat deb qaragan qarashning egilari bu hadisga jumla munda qilinglar degani yuvish to'g'riliq o'ziga qarta buyruq emas, bunda jarayonni sifatlab bergan. Yani bu oyog'ida 8-16 jumla qanday qilib buyurgan endi bu. وَمَنْ رَأَى أَنَّهُ يَتَضَمَّنُ الْأَمْرَ وَالصِّفَةَ قَالَ بِوُجُوبِهِ. Demek şu sıfatını bayan qilish bo'lsa-mu, ashunda sifatni yuvishga buyurganlik endi bu. Bu buyruqni aniq tutsa, buni sifatni bayan qilish deb qo'ysa, buni qablashmaydi. Demek va Qadi Abdul Wahhab hamda nimani hadis yo'qdi, aniq hadis yo'qdi deganga qarta raddiya berib qo'ydi o'zi Malikimiz. Al-fasl ath-thani fi man yajib ghasluhu min al-mawta. Yuqoridan da yuvishninki hukmi farz kifayaligi aniq bo'ldi. Hamda qanday kishilarni yuyimiz? Mesela kafirni yuyamdoq, shehidni yuyamdoq deganda. Buvoq bola mesela qo'saqda turib chiqib ketgan yoki tug'ilib o'lib ketgan bola yuyamdo deganda ashulani. Va ammal amwatul ladina yajib ghasluhum fa innahum ittafaqu min zalika ala ghaslihim. Yajib ghasluhum degani yajib degani ishlatdim men. Hali farz kifaya degan ishni, ammo farz vojibni bo'la ishlataverdim.
Endi olimlar aşı musulmoni jang maydonida kafirlar bilan urushgan jang maydonida o'lmay normal o'lib ketgan musulmon bo'lsa, buni juymaymiz deb ittifoq qilgan. Bunda ixtilof yo'q. Vaqtalafu fi ghasl ash-shahid. Yani shahidni juyishda ixtilof bor va uning namoz surish, yana mushrikni juyishda ixtilof bor. Yo'li bor shunda. Ha? İnsan Famma shahid, bunda shahid kelsak, shahid degan kim? Jang maydonida. Qanday jangda? Musulmonlar bilan urushib jang bo'lib ketsa shahid bo'lamdi. Jang degan ya kafirlar bilan bo'ldi, ya musulmonlar bilan bo'ldi. Kafirlar bilan i'la kalimatullah uchun fi sabilillah urushib, shu maqsad urushib o'lib ketgan bo'lsa, jang maydonida o'lgan, jang maydonida o'ldirilgan bo'lsa, u shahid bo'ldi. Endi qo'saqa g'irqida, tug'utda, tambasi olgan, g'arq olgan bu shahidlar qanday bo'ladi? Yoki masalan man qatala duna ardihi fa huwa shahid. Va man qatala duna mali fa huwa shahid. Va man qatala duna ardihi fa huwa shahid. Bu bir xil shahid. Lekin haqiqatan istilohdagi shahid deganimiz kafirlar bilan fi sabilillah ala kalimatullah uchun urushib shu jangda o'ldirilgani shahid bo'ladi. Mana ani allazi qatalahu fil mu'taraki al mushrikuna. Jang maydonida mushriklar o'ldirayotgan kishi bu shahid bo'ldi. Faynal jumhur ala tarki ghaslihi. Ko'pchilik olimlar bu juyilmaydi deb qaradi. Jumaymas shahidni. Lima ruya anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam amara bi qatl Uhud fadufinu bi thiyabihim wa lam yusalli alayhim. Ya'ni wa lam yusalli alayhim. Namoz o'chirilmadi, shu kiyimga chiqilgan shunda ham qo'yitildi dedi. Jumaylan. Nima uchun kiyimga chiqilgan shunda qo'yatdi? Qiyomat kunida mushular ashunda qo'yadigan gap. Onda hammadan alaqa uyqudan yani o'shidan ketgan chaqda qo'pqan chaqda fasayqaman fistamad va manfular shunama bilan inshaalloh ondan shunda qo'pqan chaqda mahsharga to'plangan chaqda shu peti qo'padigan gap. Qo'pqaniga mana men Allohning yo'lida jihad qilib bunda yaralanib, yoki o'qtib qilish chepilib, bunda qani bo'ylab, bunda o'lgandim deb shu holda bunda chiqdi. Allohning lavuddan va rihimiz. Shukrab misk birab turdi. Demak, bu bir xil ikrom edi. Alloh yo'lida o'lganlar uchun bir xil izzat. Buxoriyga kelsa, idfinuhum fi dima'ihim deb kelgan. Sayyid Buxoriy. Ma hadisdan ruviya deb qo'yibdi. Ya'ni zammiluhum bi dima'ihim deb kelgan. Wa kana al-Hasan wa Sa'id ibn al-Musayyib يقولان يغسل كل مسلم فإن كل ميت يجنب. Bu işkaylar cumhurdan ayrılıp çıkıp her qanday musulmon juyildi. Çünkü her qanday o'lak janobet yetadi bularga. Çünkü sakrat jan chiqishning musayaban ta'sir bo'lgandan keyin bir janobet oldu demoqchi. Hasan Basri. Hasan deb ham kelsa, yani mutlaq gap qolsa Hasan Basri. Lekin Hasan radhiyallohu anhu maqsad qilmoqchi bo'lsa Hasan ibn Ali radhiyallohu anhu deb qo'ydi. Hasan ibn Ali deganlar Hasan Basri, tabi'i. ولعلهم كانوا يرون أن ما فعل بقتل أحد كان لموضع الضرورة. Belki ular da Uhud şehit kılınğanlar qarta kılınğan işine bu zaruret için şunda olğan. Yani al-meşakka fi ghaslihim. Bu qanday meşakkat oludu? Öldürülgenler o xil batın 70 mi? 70-80 öldürülgen. Ondan saqqalım qandaydı? Azdı charchigan yarda olgan, Rasululloh yarda oldi. Demak, o'limda hal yo'q. Bunda olgan ekan, bu abi yachidan qilib aramalash uchun shunda kimashga nima qilgan demoqchi. Abi hozir suvni qiyasdami? Ha, bunda bir ahvol. Yangi hadisda uni malaikada juydi deb. Bu Hanzalaning. Bir sahabadan Bu Hanzala g'asalatul malaika. Shu jangga mesela urushmoqmiz degan chaqda bu taq to'y qilib Aylardan billolab shunda o'tiribdi ekan. O'tani junub bo'g'icha jangga chaqirib kelganki, men bu yerda unda xudimlar o'tasam bo'lmaydi, Rasululloh jangga chaqirsa deb g'achchida yugurib chiqqandan keyin urushda o'lib ketdi. O'lib ketgandan keyin buni farishtalarning yuyotganligini ko'rdimman. Surish qilib qo'yganlar degandan keyin, yangimizdan so'rsa, men bilan billolab keyin junub bo'g'icha yugurib ketgan jangga. Junamay qolgan degan shunga yugurib ketgan bunda.
وحنظلة باقالك أنما هذا وقال بقولهم من فقهاء الأمصار عبيد الله بن الحسن العنبري وعبيد الله بن الحسن العنبري شو إمام أبو حنيفة لن زمنداش لكن بصر ده كان قاضي كان قاضي البصرة شو إمام أبو حنيفة أبو يوسف لا قطار كي فقهاء نمبر سن حسن بصرين رواية قلقان قرشنا أبطو البته bu xuddi ijmo yoki jumhurning qarta zid bir shaz bir qarashim. Ama hadislikka ham zid kirdi-ku. Raylardan degan gap. Ya shu zarurat deganlar hozir bular ash Hasan Basri bilan Said ibn Musayyab ki biz Rasulullohni jumugonga mana o'ta desak bular yo'q u chog'da qiyinchilik bo'lyapti deb uni rad qilyapti. Aninki banasi hozir. Hamda Ubaydullah shuni qarashini oldi dedi. Vasula Abu Umar kim? Ibn Abdul Barr فيما حكى ابن المنذر عن غسل الشهيد فقال قد غسل عمر وكفن وحنط وصلي عليه وكان شهيدا يرحمه الله. Şehitni jüymez diyen qarash to'g'riliq Ibn Abdulbar so'ralgan chaqda shunda debdikan. Yani faqala hozir kim Ibn Abdulbar bo'lish kerak, shunami? Umar radhiyallohu anhu ash Abullah xanjar bilan o'tirib o'tgan. Shunami? Umar radhiyallohu anhu juyibtarilib, kapalinib, ondan xushbo'y ishlatilib, hamnatilgan shu mayitga ishlatilgan bir xil xushbo'y. Hanut degan bir o'simlik yak. Shuni mayitga suvab nima qilib furmaslik uchun atircha chiqandek bir ishlatilgan. Ayında xushbo'y ishlatilib, namoz tushirilgan-go. Xuddi bir xil hamda ijmo'dek shu sahabalamda Umarning shundan qilgan. Umarning shu kafirlik o'tirayotgan, xuddi hamda jangda o'tirayotgan shahidda demakchi. Va kana shaydan yarhamulloh. U shahidda juyildi mana. Vaqtalafa alladina ittafaqu ala anna ash-shahida fi harb al-mushrikeen la yughassal. Amda mushriklar bo'lgan jangda shahid o'g'allar juyilmaydi deb qarag'anlar ittifoq keldi. O'zaro ixtiloflashib qoldi. Fi shuhada min qatl al-lusus aw ghayr ahli ash-shirk. Yani musulmonlardan o'g'ir qaroqchi yoki qisa o'chib odamlar har xil sabablar o'tiritiga bir-birini. Shuni o'tiritib qolsa, bu shonda bunun bir xil shahid dedik-ku biz. Man qatala duna malihi fa huwa shahid, man qatala duna ardihi fa huwa shahid, va man qatala duna ardihi fa huwa shahid dedik. Demak, birisi o'yinni tortib olaman deb urishibdi, o'labdi. Meni bulayman deb urishibdi, o'labdi. Bunda shahidlar o'lab qolsa, bumi shunda jangda o'lgan shahidga o'xshashmi, emasmi deb ixtilof chiqib qoldi. Faqal al-Awza'i va Ahmad, yani Ahmad fi rivoya deydi. Ve cemaatun hukmuhum hukmu man qatala ahli shirk. Haqiqiy shahidga o'xshash bo'ldi. Yani juyilmaydi demak. Ve qala Malik va Shafi'i va Ahmad fi rivoyadan yughassal juyildi debdi. Ve sebab ixtilafin huwa hamlul mujibi li raf' hukm al-ghasl ya shahada mutlaqan aw shahada ala idil kuffar. Jumaslikning sababi juyish degan hukmni ko'tarib o'tgan sabab bu shahid bo'lishmi yoki kofirning qo'lida shahid bo'lishmi? Nima musulmonning qo'lida shahid bo'ldi deganlar bu shahidlik, lekin kofirning qo'lida shahid bo'lmaganda famarra anna sababa zalika hiya shahada mutlaqan. Ay shahid bo'lish deb ham qarasa, bu chaqda juyilmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu shahid deb sanalganlarning hammasi juyilmaydi deb. Sanalganlar necha 5-6 aydan bog'i? Qo'saq og'riq bo'lib ketgan, g'arq bo'lib ketgan, to'lg'oqqa bo'lib ketgan, tambisi olgan, man qatala dun malihi va ardihi va nafsi. Va mar'an sabab dalika hiya shahada min al-kuffari qassara dalika alayhim. Yo'qsa kofirning o'zi haqiqiy fi sabilillah urushgan, unda o'lib ketgan shahid o'zibda, shuni jumaytda boshqa jumayaz bo'lib qolsa, o'chada ashullam juyildi, boshqa juymaydi. Va amma ghaslul muslimil kafir, mesela musulmon kishi endi kofirni jus bo'lamdi, mo'mindir. Mesela kafir tuqquni ekan bu. Ya aksi ekan, ya tag'isi ekan, ya dadasi ekan deydi. Anda bulduğumda bunu Müslüman kişim de bu tağam ki jüp layıqda hürmetini qılıp izzetini qılıp yerligiga qo'yib qo'yma deb mundaq qasqanda bulduğum. Fakan Malikun yaqul la yughassilul muslimu walidahul kafir ve la yaqburuhu. İmam Malik bilan İmam Ahmad mı billah çoqum. Yani Müslüman kişi kafir dadisini jüp taramaydı. Yerligida qo'yib qo'ymaydi. La yakhafa daya'ahu fayvari. Antaqallam da hayvanatlı yap buni. Lalmisli yap bunda zayo'ga ketishdan ensirgan ahvolda andin
yerdagi qo'yib qo'ydi, bo'lmasa tashladi demoqchi. Bular kafirlarga nisbatan qattiqroq muomala qilgan. Bular Imom Ahmadning mazhabi. Jumayda lekin qabrga qo'yib qo'ydi. Qabrga qo'ymaydi demoqchi hozir. Ko'mmaydi ekan. Endi tashladigan kari. Ayollar ketishda qo'ygan chog'da. O'chada nima qilib qo'ydi? Qabrga yerga ko'mib qo'ydi, jumayda demoqchi. Va bi qala Abu Thawr. Abu Thawr shuni debdi. Abu Thawr hamda Shafiy mazhabining tavarak mujtahidlardan bo'lsa-mu, lekin u o'zining shaxsiy qarashlari bo'lgandan keyin va o'tib ketib qoldi. Va qala Shafiy la ba'sa bi ghasl al-muslim qarabatahu min al-mushrikin va dafnihim. Imom Shafiy hamda musulmon kafir tuqqanlar bo'lib qolsa, uni yuvib yerlikda qo'yib qo'ysa mayli, la ba'sa degani mayli. Va bi qala Abu Thawr. Abu Thawr ya'ni Imom Shafiydan ergishib turdi. Imom Shafiyning shogirdi zali. Wa Abu Hanifa wa ashabuhu. Imom Abu Hanifa mo inda debdi. Lekin Abu Hanifaning mazhabida mushriklar murtadni ayirib, murtadni da yuyib qo'ymaydi. Birodatga asli va qasi mayli. Kangri Abu Hanifaning mazhabi insonchilik nimasi nihoyat yuqori. Har qanday masalalarda insonchilik, insoniy irodani, inson erkinligini hurmatlash nimasida hamma mazhabning oldida. Inda bi Hanifata yughassil al-muslim va yukaffin va yudfinu qaribahu al-kafir al-asli. Kafir al-asli, amma murtadlar. Amma al-murtad fala wa laysa lil-kafir wa huwa qaribuhu al-muslim. Albatta u kafirning jinsidan aziz binada bahs qilmadik. Ammo nima uchun murtadni ayiribdi desa, murtad degan bir qitim aqlni tunigan, bilgan, inda turib yenib olgan ekan bu endi tashlatimiz buni. قال أبو بكر بن المنذر ليس في غسل المشرك سنة تتبع. مشركni yuvib qo'yash bunida bizamda tutilgan bir sunnat kelgan emas. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل عمه لما مات. Rivayet kılınsıca Resulullah Hazreti Ali'ni buyurgan. Adıdan yuvib yerga qo'yib qo'ydi. Endi Abu Talib o'lgan chaqda Resulullah jiq kuchab baqdi ama bir ig'iz so'zni shundan deb la ilaha illalloh deb qo'ygan men Allohning oldida men shuni isbot qilay. Bu haj biha yawmal qiyamah indalloh. Unda dunyoning kam o'zining qavmidagi besimi ustirab axiri ko'ngli unamay axiri shunda ketgandan keyin kafir ketdi desa Hazreti Ali'ni buyurib yuvib unda yerga qo'yib. Mana zamonda jismanda kafirni yaqin tuqqaniga qo'yib qo'ygan musulmon chiqgansa. Dalil. Ahmad va Shafiy. Jumayimiz darmonda tashlatimiz karimiz bo'lmaydi dedim. Yadam dalaqa ata-ona urug' tuqqan tag'a masalan bulo qarta islomda bir xil ulug' sizlarni uzib qo'ymaslik bor. Ata-onamizda va qullahuma qawlan karima. Zaman va in jahadaka. Faqat lamamda shu besim qilgan chaqda uni bo'ysunma, lekin ularga yaxshilik qildi dedi. Shunama yani ko'mib qo'yishga buyurdi. Yani yuvib ko'mib qo'yish. Aslan rivoyatda ko'mib qo'yishga buyurdi deb ketgan. Albatta bu yuvish nereden çıktı desa, albatta ko'mib qo'yishga buyurgan ekan, yuvib bunda ko'mib qo'yish odatda unda qilgan bo'lgan ekan deb bunda olimlar chiqarib qo'ygan gap. Va sababul xilaf hal al-ghasl min bab al-ibada? Yuvish bu ibodat dairasi kiramdo yoki bu tazliq dairasi kiramdo demak. Fanka ibada lam yajuz ghasl kafir. İbadet to'qaz u kafir hamda ibodat qilgan ibodatning ahli emas demakchi. Lekin al-kuffar mukallafuna bi furu' shariat deb qasaqchi. İbadet ehli oldu. Bir taraftan iman etmaganlik tarafı var, lekin aşılığını bir nima. Lekin hitap qilganlar biz hozir musulmonlar. Endi u kafirmi bir xil mukallaf bo'lgan ekan, bizga hitap qilsa bo'ladi. Va in kana nadafa jaz ghasluhu. Agar tazliq masalasi bo'lib qolsa, juz bo'ladi. Amaliyotda bu juyish nima masalasi shu. Tazliq masalasi. Farqizlik ham bu. Onda qaysini bo'lgan shahidni hamda juyishmi, jumaymiz. Jumhurning qarashini oldik shu. Juydi deganlar faqat o'zining nusxan deb qo'ydi. Hasan Basri bilan Sa'd ibn Musayyib. Undan zaten aldık mı? Ha. Tazliq. Ya şu şehitki tarzı aldırmayız. Adırman şehitinin meselesidir. Çünkü başka normalde tarzı aldırıp huslu kıldırışını itibak geldi de buldu. Adetki normal Müslüman normal adet öyle kesse bizden acileden onu aklımız. Lakin adır mesela şehit de. Şehitten de jüyetsek bunu elbette belki ispatlarını jüyütüp o kıyamet gününe adet kedemini katarda okşaş. Kalıdı demek için.
Tazlab qo'yash endi. Tazlab bu inson valaqad karramna bani adam bo'lgan ekan. İnsanni Alloh taoloning izzatiga bir maxluq bo'lgan ekan, buni yo'q, taraf chiroyli holatda dunyodan yo'lga qo'yish kerak. İnson bo'lgan ekan. Endi nima uchun nazofat emas? Bu o'lgan odam ya namoz yoki boshqa nima farz bo'lamda. Unda farz yo'q. Undan bu nazofat emas. Agar tirik bo'lsa bu namoz o'qiydi, ibodat qildi desak bo'ldi. Unda ibodat bo'lmagan ekan, bu nazofat masalasi. Chunki o'lash bilan taklif tugdi-ku. Ha Peygamber sallallahu Uhud'nikini jumay, ha bedenlikini juganlık badağan. Ya. Bu ise aziz rivayet. Ya bizden kımqanın çıkırsın tanqid qo'yarlar endi. Ya nima qilishdi banda? Namozini tushirish masalasida sal jalliqroq ixtilof. Yani peygamberda namoz tushirildi dedi. U bundan keyin kelish mumkin. Lekin mana shu ishda asosan al-fasl al-thalith fi man yajuz an yughassila al-mayyit. Endi meyyitni qanday odam yuvsa joiz bo'ldi. Va amma man yajuz an yughassila al-mayyita fa innahum ittafaqu ala anna ar-rijal yughassiluna ar-rijal. Albatta umuman qilib aytsak, erlarni yuydi tamam. Ayollarni yuydi. Va nisa nima? O'qingmi? Yughassiluna deb qo'ydim. Yaghsilna an-nisa. Yaghsilna an-nisa. Wa ikhtalafu fil mar'a tamutu ma'a rijal. Endi jiq erkishning o'zi bir optuzlik ketib qoldi emasmi? Ya bir jangda bir ayol o'lib ketib qoldi. Erkishlar alam bor buning, ayol kishi yo'q. Yoki ayollarning bir er bakan shu joy o'lib qolibdi. Qanday qilish kerak? Bu er xotin ish kerak unda bo'lmagan ahvolda, boshqa yotganda, bunda ahvolda uch xil qarashga bo'linib ketadi. Faqala qawmun yughassilu kullu wahid minhum sahibahu min fawq ath-thiyab. Demak, erlar va ayolni yoki u ayollar va erni kiyim ustidan yuyitdi debdi. Va qala qawmun yuyammimu kullu wahid minhum sahibahu. Tayammum qildirdi debdi. Chunki g'uslning o'rnida tayammum turdi-ku, tayammum qildirdi debdi. Endi er xotin bilan qasqanda oldi. Ayoli erini yuqo'zi bo'ldi. İcma. Ayoli erini yuqo'zi bo'ldi ekan, eri ayolini yuysa ixtilof bor. Bundan keyin kirish mumkin bo'lmasa. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وجمهور العلماء يعني تيمم قدر قيد degan qarashni jumhur debdi. وقال قوم لا يغسل واحد منهما صاحبه ولا ييممه تيمم qildirmaydi, yuvib qo'ymaydi, tegmaydi uni. وبه قال الليث بن سعد namozini tushirib qo'ysan bo'ldi demoqchi. Bu Layth ibn Sa'd faqih Misrning so'zi ekan. Bal yudfanu min g'ayri ghaslin. Jumaylam tayammum qildirmaylam shundan kun bitdi deb. Albatta namozini tushirib qilma. Va sabab ixtilafihim huwa tarjih bayna taglib an-nahy al-amr. Mishada bir nahy va bir amr va. Endi nahyni ustun ko'rsak jumaymiz degan. Amrni ustun qo'ysak juyimiz degan bo'ldi. Va dalgan al-ghasl ma'murun bi igsilna hada demasdan. Bu buyruq. Wa nazaru ar-rajul ila badan al-mar'a wal mar'ati ila badan ar-rajul manhiyun anhu. Ayol ishkadan bir-birining badanini qarishi bu cheklangan ish. Faman ghallaba an-nahya taghliban mutlaqan qarz qat'i bo'lmaydi deb turganlar ani lam yaqsil al-mayyit ala al-hayy mayitni tirik odamga qiyos qilmabdi. Nima jihatda desa, shu yunishning o'rniga to'p bilan tayammum qilish badal o'tiga o'rniga desaydi. O'rniga desaydi deb mayitni tirikka qiyos qilmagan ekan, ya bu tayammum qilmaydi, yuymaydi deb turadi. Qal la yughassilu wahid minhuma sahibahu wa la yuyammimu. Demak, bu Lays ibn Sa'dning dalili ekan. ومن غلب الأمر على النهي بuyruqni ustun ko'rganlar yughassilu kullu wahid minhuma sahibahu debdi. Yani غلب الأمر على النهي تغليبا mutlaqan mutlaq uni ustun tutganlar demakchi. Irg'silu da buyruq qildi juymas. Endi o qarisi bo'lmaydi, u bu degan gaplar kiyimning ustidan bo'lgan ekan, bular o'rchatoq yo'qdi. Va man dhahaba ila tayammum falyannahu ra'a annahu la yulhaqu al-amru wan-nahyu fi dhalika ta'arud. Tayammum qildirdi deganlar bu buyruq bilan nahiyning o'rtasida zidlik yo'q. Nima uchun? Chunki an-nazar ala mawadi' at-tayammum yajuz likil sunfayn. Tayammum qildigan joyga ikkili jinsliklar bir-biri qarasi bo'ldi. Ayol kishi emaslan, er kishining qo'li bilaklari jenaki qadar deydiganlar emaslan, yuzda albatta da kishi yuzi qarasi bo'ldi. Jenaki qadar tayammum qildiganlar mayl deydi, ammo beg'ish qadar deydiganlar umi joiz go deydi. Ayol kishining badan qarashi bo'lsa, yuzidan bu beg'ish qadar qarasi umi joiz. Undan keyin mayli dedi.
Lekin tayammum qildirishda u qarashdan boshqa tutish var. Ha? Shu maqara sal ajizdek. Chunki bu qarashdan emas tutishim bor. Lekin tutish joiz emas-ki. Ha, shuni ba'zi olimlar bu qanday qilmas desa, palaylan deydi. Bunda qilmaz. O'shadan palay bo'lmasa hozir palaylanmas. Validalika ra'a Malikun an yuyammina ar-rajulul mar'ata fi yadayha wa wajhiha faqat. Mesela İmam Malik'in belki ceynek kişi tayammum kıldı deb qaragan bo'lsa, aşı beg'ish qishilam degan bo'lishi mumkin. Lekin dergi minha laysa bi'awra, bu avrat olmagan ekan deb qarab. Va an tuyammimal mar'atu ar-rajula ila al-mirfaqayn li'annahu laysa min ar-rajuli awratun illa min as-surrati ila ar-rukba ala madhabi. Yani o'zining mazhabida er kishiningki sizdan kindik qadar avrat bo'lgani boshqa avrat olmagan ceynek kishini qilasin bo'ldi deb. Lekin ayol kishini tutsa bo'lmaydi unda. Shunami? Yani avrat emas degan taqdim avrat emas, yani tutsa bo'lamda akishdan tutsa bo'lmaydi. Adam tirik odamdek muomala qilyapmiz bunga. Uning ustiga bu erlarning ma'qul avrat emas degan ayol kishi qarab olsin bo'lmas. Bo'lam deya. Qarashim masluan dedi. Avratni o manchak deb nok qo'ydi, keyin alqa birozda islom amamatdanlar deyilsa-ku. Endi o ayol kishi qarasi bo'laverdi deb ondan ayollar kishi xalqini qarab olsin bo'lmaydi. Jal javob uçtum ayet. Yani mesela bana qarash saldan o'qib. Lekin tindikning ustida nima deb ondan alqa maykaygan odamga qarab turaversin bo'lmaydi ayol kishi. Yoki chiroyli deydi masalan, yuziga qarab turaversin bo'lmaydi. Demak, bu qarashda sal masala bor ekan. Tayammum qildirish degan. Eng yaxshisi qasa, kiyimning ustidan yuvitimiz desa bo'ldi emasmi? Tutish yo'q unda. Chaqirib suvni tugab yuvasa bo'ldi. Birinchi qarash qilning shu favqat siyar degani. Kishi bu aman deb qilgani yoki namliqni kishi chiqadi demakmi? Ya qodirlik masala. Shu bir yerda bir kishi bor ekan, uning 5 ya 5-6 yosh 20-30 ayol kishi bor ekan. Shu yoshda o'lib ketib qoldi. U yerga endi boshqa kishi kelmadi, namoz o'qishga yo'qlab chiqqanda, kamga ahvolda shular kun bitish kerak ekan. Qanday qiladi degan. Ne qildim? Hozir mashinalardan kishi kelib doktorga o'pirib, yuvib turib, tekshirib, qilsa bo'lmaydi, lekin ma'valiq shunda ahvolda degan talashda. فكأن الضرورة التي نقلت الميت من الغسل إلى التيمم عند من قال به هي تعارض الأمر والنهي. قدام ده شيء أبو حنيفة شافعي جمهور العلماء dedilar. Uni jumaymiz tayammum qildirmaz degan xuddi bu darurat deb qarab, yuyishdan tayammumga o'tkazgan bo'lishi mumkin. Takannahu shabbaha darura bid-darura allati yajuzu ma'aha lil hayy tayammum. Xuddi bular shu tirik odamga zarurat bo'lib qolsa tayammum qildiga yuyishning o'rniga. Mesela ağrı oldu ya bak soğuk olup gitti, hava soğuk. Malum bir zarurat olup kalsa tayammum kıldı. Ya su tapanmay kaldı kısıtlı. Şunun okşayış deb qarabdı. Va va tashbihun fi ba'dun. Bu sal jiroq deydi. Bu qanday jiroq bu? Bu ham da bir nima bor bu yerda yat yoki ayol yat bir avrat kishi qarash ya tutishdek bir ahvol deylar. Shaklimiga duch kelib qoladi bu. Walakin alayhi al-jumhur. Lekin bu ko'pchilikning qarashi ekan, bu sal dalil ojiz olsin, ko'pchilik bunda deb turibdi demoqchi. Fa amma Malikun faxtalafa qawluhu fi hadhihi al-mas'ala. İmam Malik'nin mushu mas'ala so'zi chiqib qoldi. Tamarra bir qatam yammimu kullu wahidin min wa sahibihi qawlan mutlaqan. Bir qatam shu ikkili taraf bir-birini tayammum qildirib qo'ysa bo'ldi dedi. Va marra farraqa fi dalika bayna zawil maharim va ghayrihim. Yani bir qatam mahram emas deb ayirib baqdi. Va marra farraqa fi zawil maharim bayna ar-rijal va an-nisa. Yani mahramning ayol deb ayirib baqdi. Ayolni yuyishda kishi mahram bo'lsa yuyolmaydi. Kishi yuvgan chaqda ayol mahram yuyalaydi degandek. Bunda ikkisini ayirib baqdi. Tushundingmi? Ayollarni ayirdi. Ayollarni o'tida ayirdi degani. Masalan bir o'lib ketibdi. Lekin 5-6 ayol bor ekan. Shuning ichida bir ayolga mahram bo'lar ekan, ayolga. Nahotki ayol erni yuyasi bo'ldi debdi. Lekin aksi bo'lib qolsa ya juyasi bo'ldi endi. U avatiga latatib qo'yib, amaydi-desa putlar o'chiq holatda yuyib qo'yavas bo'ldi deydi. Mahram bo'lgan ekan. Endi bir necha kishi bor, 4-5 kishi bor. Bunun için bir ayol vardı, bu o'lib ketdi. Bu ayolning bir mahram bor erlarning ichida. Bu mahram ayolni yuyib qo'yish bo'lamdi? Bo'lmaydi. Yuvuvchi ya ayol bo'lsa qarta mahramlar o'tirib farqlandirdi demak. Yani tughassilul mar'atu ar-rajula wa la yughassilu ar-rajulu al-mar'ata.
Şıkıl karışıyor. Fesebebul men anne kulla vahid minhuma la yahlu lahu en yandura ila mawdi'il ghasl min sahibihi kel ajanib seva. Nima uchun juz bo'lmaydi desa, eğer biri u yana birininki juydigan a'zolarga xuddi yat odamda qarshi bo'lmaydi demoqchi ekan. Nima uchun bo'ladi desa, u zarurat bor demoqchi ekan. Chunki hozir Imom Malikning ishqil qarash bo'ldi-ku, bo'lmaydi degan qarashning sababi nima desa, uning qarashi bo'lmaydi. Buldu degandan cho'q buni zarurat bor. Bu texmu bakrak ig'ir zarurat bu. Boshqa zaruratlarga qaraganda bakrak muhim zarurat. Hum adar fi dalika min al-ajnabi. Yat adamdan bakrak bu hozir uzrlik demoqchi. Yani ayol jub qo'ysimi demoqchi. Yat akshi jug'andimmi bakrak zarur demoqchi. Ve sebebul farq anna nazar rijal ila nisa aghlad min nazar nisa'i ila rijal. Bunda ayırıptım. Akishning ayollarga qarshi bu ig'irroq dedi. Nimadan? Ayollarning akishi qarashdi. Xuddi ma'vo gunoh emasdi, ma gunoh degandi. Lekin biz amaliyotda yo'q, ayollarga unda ortiq qo'yilgan qaramaslik kerak erlarga. Shunami? Bidalil anna nisa hujibna an nazar rijal ilayhinna wa lam yuhjab ar-rijal an an-nisa. Bunun delili qasiyatsa erlar ayollar qaramason deyildi. Lekin ayollar erlar qaramason deb undan nima yo'q demoqchi. Bu xuddi balki Hazrat Aishaning musini dalil qilgan bo'lishi mumkin. Hazrat Aisha masjidda habashlarning nezi o'yiniga qarab turgan degandek-ku. Amaliyotda oyat aniq. Va qul lil mu'minat yaghdudna. Hijobni shunday Ya, hujubna degani endi to'saldi demoqchi. To'silindi demoqchi. Ya'ni ayollar erlarning qarishidan to'salgan, shunami? Lekin erlar ayollarning qarishidan to'salmagan. Bunda dalil keltirib baqibdi. Amaliyotda unda ayollarmi كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. Yaghdudna degan nima bo'ldi? Yumsin desa, jangdan da mashinaga usib soladi. Yo'lda ketib berib buni yumlasa. Tikilib uzun qaramasdan. Tikilib qaramamsin degan bo'ldi. Lekin bunda qarab qoldi, yo'lda unda ko'z usib qoladi. Tushganiga uni qarab nuqlay olmay, o'zing yo'l qarab ma'nan gap. Faguddat tarfa innaka min numayrin fala ka'ban balagta wala kilaba. Unda tikilib qarama degan demoqchi. Muzalisi yok şu anlar olan. Buyruq ha, unda qaramason degan gap. Demek ki Allah'ta sizler işkanlama emamettanlar degenler değilse hazır. Buna qarasang bo'lmaydi deganligini bildirdim. Oyat bilan billah. Endi bunda ahvollar na kim uchraydigan ahvolganda. Ayol kishi o'lib ketib qolsa, ayol kishi topilmaydigan, ayol kishi o'lib ketib qolsa, ayol kishi topilmaydigan. Biramda üzülüp qolgan bir yer bo'lib qolsa, bir orol, telefonmi ishlamaydigan, aeroplanmi tushmaydigan, bunda bir yer bo'lib qolsa, burun shunda ayol jiqtandi. Bu qatnashish nimalari tizammas, unda uchur vasitalari qulay emas bo'lganga hozir atayin. Va ijma'u min hadal bab ala jawaz ghasl al-mar'a zawjaha mana. Ayol kishi erini yuvsa joiz deb ijmo keldi dedi. Vaqtalafu fi jawazi ghaslihi iyyaha. Kishi ayolni yuvsa bulamdi bu bundan. İxtilof. Fal jumhur ala javazlar. Ko'pchilik olim yuvsa bo'ladi dedi. Va qala Abu Hanifa la yajuz ghasl ar-rajul zawjatahu. İmam Abu Hanifa kishi ayolni yuvsa bo'lmaydi dedi. Demak, nikah ajrab qoldi demakdir. Yat to'lab qoldi dedi. وسبب اختلافهم هو تشبيه الموت بالطلاق. بعد اختلافның sebebi muş ölüm zadı. Talak kılınan okşaşma, okşaşmaz. فمن شبهه بالطلاق قال لا يحل أن ينظر إليها بعد الموت. İmam Abu Hanifa talak buldanmış onlardan deb qaragan ekan, ölgen ekan qarşı bo'lmaydi debdi. ومن لم يشبهه بالطلاق وهم الجمهور. Cumhur hem de onun talakı okşatmagan ekan, unda innama yahillu lahu min an-nazar ilayha qabla al-maut yahillu lahu ba'da al-maut. Öyleyse qarash joiz bo'lgan yerga o'lgandan keyin qarashib halol bo'laverdi. Va innama da'a Abu Hanifa an yushabbiha al-maut bit-talaq li'annahu ra'a annahu idha matat ihda al-ukhtayn halal lahu nikah al-ukhra. Nima uchun taloq o'qitib qo'ydi desa, chunki agar birisi bir ayolni olgan bo'lsa, bu ayol o'lib ketib qolsa, o'lib ketgandan keyin uningki osini yasamasini osib bo'ladi dedi. Asli bu al-jam' baynal ukhtayn haramta. Uni bu jam' qilgan emas, bu taloq qilib qo'ygan bilan o'xshash. Ya masalan, eri o'lib ketsa, Davlatning iddatiga demak. arba'ada shu To'g'rilanmaydi, to'g'ri. Nikahni ajrimi taqiyusi bo'ldi. Degan adir sizlar erning o'lishi bilan ayolning o'lishi ikkisini yana qiyos qiladilar. Ayrıda masalan Degan kishiga unda iddat ketmaydi u. Degan kishi o'lib ketsa, ayol kishiga ayol kishi Degan kishi iddat tutgan bir ikki ahvol bor.
Bunu açalım iddet tutuyor. Berishga vallahi iddatni o'zi tutmaydi-ku, boshqaning o'zini saqlab turgan bir xil iddat tutishmi? Lekin o'shanda bir ayolni elib o'lib ketgan bo'lsa, garchi uning sonini ochdan ola oladi mana. Lekin ochsonni bir vaqtda jamlash cheklanganda. Undan keyin bu taloq qilayotganga o'xshash yo'l ekan debdi. Kal hali fima idza tulqat o'xshashman. Va hada fi bon bu bakjiroq bu qiyos cheklashib ketdi bu demakchi. Fa inna illata man al jam' murtafi'atun bayna al hayy wal mayyit. O jam' qilishgan o'lik bilan mayitni o'tirdi, unda gap yo'q. Validalik hallat. Jam' qilish illat nimada? Qati'atur rahim. Aslanni bir vaqtda nikoh asli bo'ldi bu. Ya'ni bu muharramat, muabbadat emas bu. Ha? Masalan, birisining qo'lida bir ayol bo'lsa, uning asiyasi haramun alayhi muabbadan ma emas. Vaqtliq. Asli ikkisini asi bo'ldi, lekin bu ikkisini bir vaqtda nikoh olsa, bu ikkisi bir-biriga kundosh bo'lib, urishib, tuqqanchilik sizlarini uzutidi shunga. Shunga la yujma'u baynal mar'a va ukhtaha va baynal mar'a va ammatiha aw khalatiha. Bunda illat yo'q. O'lik bilan nima o'tirib kundoshlik qilib bunda tutsilash bormi? Yo'q demakchi. O'lib bo'lgan ekan. Tirik bilan o'likning o'tirib kundoshlik yo'q dedi-ku. Validalik hallat illa an yuqala inna illata man al-jam' ghayr ma'qula. Bu jam' qilishning illatini aql bilan tushunib yetkazilmaydi deyilsa, o'chaq boshqa gapda. Va inna man al-jam' bayna al-ukhtayn ibadatun mahda ghayr ma'qulatil ma'na. Bu illatni tushunilmaydi. Musho asonlar bir vaqtda nikohni jamlashni cheklashning illati ibodat jihatdan qilinadi, unda aql bilan tushunib yetkazilmaydi deb qaralsa, u boshqa gapdir. Lekin bu ma'qulatul ma'na bu. Shunami? Chunki bu siltirahni uzishga sabab bo'lgan narsa. Fayaq wahinatun mazhabu Abi Hanifa. Ibodat mahda deyilib qolsa, o'chada Abu Hanifaning mazhabi sal jallanib qoldi. وكذلك أجمعوا على أن المطلقة المبتوتة لا تغسل زوجها. Falan yerden de üzül kesil toluq ajrab ketgan ayol deydi. 3 taloq bo'lib bo'lgan, ha? Yoki at-taloq qabla dukhul. Ya qo'lami ba'zida bayin bo'ldi deb olamiz. Vaqtalafu fi raj'iyya, unda raj'i, unda qaytirilish imkoni bor. Taloq qilingan holatda bu ayol yerini yuvib qo'yish bo'lamdi, bo'lmamdi. Faruya an Malik annaha tughsiluhu wa bihi qala Abu Hanifa ashabu wa qala Ibn al-Qasim la tughsiluhu in kana at-talaq raj'iyyan wa huwa qiyas qawl Malik. Bu tarafa yo'q qasmsan. Talaq raj'iyda ayol iddat bo'lganda. Shu iddat ichida hozir Mesela bu taloq qilib bo'lib, o'lib qoldi. O'lib qolgan bu iddat tutayotgan ayol. Aslida bu raj'i taloq bo'lib qolsa, qachon keliblam, oy deb yerda hozirlam yerni yuvib bunday qilib qo'yamdi, qo'ymamdi. Odatda unda yomonlab ketgan ayollar taloq qilinib, unda daha bizga ajramagan ayollar keyin o'lan bo'lsa daral kelaveradi. Nima? İmam Malik ish qil qarash bo'ldi. Ya'ni laysa yajuz indahu an yaraha. Uni ko'z bo'lmaydi dedi. Jumaydi degan qarashning dalili. Chunki uni qarash bo'lmaydi. Va bihi qala Shafi'i. İmam Shafi'i ham shikini qarashdan Imom Malik shikini qarashdan opti. Va sabab ixtilafin huwa hal yahillu liz-zawj an yanzura ila ar-raj'iyya aw la yanzur ilayha. Raj'i talaq qilgan ayolga qarash bo'lamdi, bo'lmamdi degan. Ya'ni bu mazhabda raj'i ayolni masalan yo qarab tutib yo makada bilan olib ketsa bo'ldi u amriga qaytgan bo'ldi. Lekin Imom Shafi'ga ishhad qilmish bo'lmaydi. Qasa bain numana qasa bo'ldi ayolning erdam rasuliydi. Ayol albisizken. Shu bo'ldi degan Abu Hanifa va Imom Malikning bir qarshi. Ahmad shuniki. Ama Shafi'ning o'zida bo'lmaydi dedi. Va bihi qala Shafi'i. Wa sabab ixtilafihim huwa hal yahillu az-zawj an yanzura ila ar-raj'iyya aw la yanzur ilayha. Allah tamam mazhabda qarasa, zad abkasi bo'laverdi dedi. Lekin hamda Abu Bakr radhiyallohu anhuning o'lib ketgan chog'da Abu Bakr radhiyallohu anhu kim jugan? Ayoli Asma bint Umays. Ayol yutgan. Ebu Musa al-Ash'arining ayol juganlik rivoyat qildi. Unda bo'lgan ekan bu ayol kishi yerini jusi bo'ldi degan uni kuchlandi. Shu dil bo'lalaydi. Sahabining so'zlari bo'lgan ekan mayli. Va amma hukmul ghasil, ana jug'uchining hukmi nima demakchi? Yani mayitni jugan odam tartibida yoki yunitish kerakmi demakchi. Fa innahum ikhtalafu fima yajib alayhi. Fa qala qawmun
Juğuchi nima qilish kerak endi ixtilof tushib qoldi. Ba'zi olimlar man ghassala mayyitan vajib alayhi ghusl. Kimiki meyitni yuvib qolsa, yuvinishi vojib bo'ldi dedi. Va qala qawmun la ghusla alayhi. Yuvinishi bo'ldi debdi. Yuvinishi bo'ldi deb vojib emas, lekin mustahab dedi. Wa sabab ikhtilafin mu'aradat hadith Abi Hurayra, hadith Asma. Abu Hurayra'nın hadisi Asma'nın hadisi zikr qildi. Va dalika Abu Hurayra rawa an Nabi sallallohu alayhi vasallam annahu qala man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Kharrajahu Abu Dawud. Amda yana bir hadis var. Hadis Asma bint Umays radhiyallahu anha fa inna lamma ghassalat Abu Bakr radhiyallahu anhu kharajat fasa'alat man hadara min al-muhajirin wal ansar wa qalat inni sa'imatun wa inna hadha yawmun shadidul bard hal alayya min ghuslan qalu la. Ayale jübtü. Jüb çıkıp şu sorundaki muhacir ansarın kattalarına undakta ben roz çıkamıgen. Esma'da kızım var ki ayılan ismi Esma. Bana Esma'da maksat ayarı mı? Ayarı yok. Demek ma ishkeniyazdan sahabılı toplaşkan bir sorunda ben yuyunishim kerakmi desa, yo'q deyishdi bo'ladi. Yuyunsam bo'ldi debdi. Va hadis Asma fi hada sahihun. İmam Malik muvatta rivoyat qilgan. Seyedisken. Hadis sahih desakmi shu mavqufan. Çünkü Resulullah tutashmagan sahabenin ish izlari bo'ldi. Ve amma hadis Abi Hurayra fa huwa inda akthar ahli al-ilm fima haka Abu Umar ghayru sahih, yani da'ifun bittifaq. من غسل ميتا فليغتسل الحديث ضعيف لكن حديث أسماء ليس فيه في الحقيقة معارضة له وهذا أمنيته نذكرهم وقرم قرشلق يوق فإن من أنكر الشيء يحتمل أن يكون ذلك لأنه لم تبلغ السنة في ذلك الشيء لأدم أصحاب الله جنسان بولdu diyor belki bu aşağıda yetmeyen buluşu mümkün değil. وسؤال أسماء والله أعلم يدل على الخلاف في ذلك في الصدر الأول. Esma'nın anda da soru şu sahabının devrde sahabını otturdum ihtilaf bağlılığını gösterdi o demek. ولهذا كله قال الشافعي رضي الله عنه على عادته في الاحتياط والالتفات إلى الأثر لا غسل على من غسل الميت إلا أن يثبت حديث أبي هريرة. İmam Şafii'nin ihtiyat qilish nimasi bo'lganlikdan qat'iy bunda bo'lmaydi, unda kerak emas demay. Agar Abu Hurayraning hadisi sabit bo'lib qolsa, men tekshirib baxtim bu ojiz chiqdi. Lekin sahih deb aniqlab chiqilgan bo'lib qolsa, yurish kerak. Bo'lmasa, yurmasin bo'ldi debdi. Chunki İmam Şafii'ning mazhabi bu İmam Abu Hanifa iza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Doğru ekan mushil to'g'ri hadis bo'lib qolsa, men shunda deb qarayman, vojib deb qarayman demoqchi. Lekin musharadir mahall ittifoq bordir. Mahall ittifoq nima? Mustahablik. Ularni yuvgan kishi yuyinishi mustahab. Bunda ittifoq, lekin vojiblikda ixtiloflashdi. Mustahabni va hadisni zoy desak, birishniki mustahab bo'lishini bilan. Bunda ikki xil qarash bor. Yani daif hadislardan ayında hukm ağıl bulamdı, bulmamdı degende faqat hujjat emas, daif hadis. Deb qarasa mustahab mi chiqmaydi onun. Ammo ba'zilar daif hadismi bulamanda fadail amalda hujjat bo'lalaydi deb qaraydiganlar mustahab chiqadi deydi. Bundaki ma'qul hadis sabit bo'lmadi deydi, unda hukm chiqmadi desa, bu mustahab narin kildi. Al-khuruj min al-khilaf mustahabun. Ma taraftin. Talash ta'sini o'qishyaptin. Bo'ldi bu g'alvachiga son degan tariqada mustahab bo'ldi. Sababmi min al-ahkam al-khamsa bo'lgandan keyin daif hadisdan hukm chiqarilmaydi deb qaragan taqdirda.